Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Telegram botidan qanaqa qilib to'g'ri ro'yxatda o'tish, referensiya sistemasida unikki rubelni qanaqa qilib olishni, qanaqa tarqatishni o'rgatamiz. Qani biz boshladik. Birinchi o'rinda Telegramga kirib olamiz. Oldin start bosilmagan akkaunt bo'lishi kerak. Bosilgan bo'lsa foydasi yo'q. Boshlashni bosamiz. Kapcha beradi bizga. Kapchani обязательно terish kerak. 7 ga 1 qo'sh deyapti. 8 bo'ladi. Zarabotani bosamiz. O'zini botda homiy kanal va guruhlari bor. O'sha sponsor kanallarga obuna bo'lishimiz kerak bitta-bitta. Qo'shilishni bosamiz. Ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi, oltinchisi. Obuna bo'ldik. Endi yana zarabotani bosamiz. Bizga bunaqa menu ochiladi. Hop. Telegram kanal, Telegram post, Telegram bot guruhga obuna bo'l deydi. 12 rubl olish uchun referensiya sistemasi tarqatib o'tganda mana bu zadrugani, получить bonus degani bor. Qaranglar. Получить bonusni olamiz. Va sponsor kanaliga obuna bo'l deydi. Sponsor kanaliga obuna bo'lishimiz kerak. Birinchi navbatda qo'shilamiz. Получить bonusni bosamiz endi. Sponsor kanaliga obuna bo'ldik. Buni har soatda olishimiz mumkin mana. 59 minutdan keyin kel deyapti, yana olsanglar bo'ladi. Xuddi shunday qilib referensiya sistemani tarqatasizlar. Sizlarga 12 rubldan beradi. Ishlash uchun Telegram kanaliga obuna bo'lsanglar, bu yerda ishlasanglar bo'ladi. Первый kanal qo'shilamiz. Budjet deb bo'lsang 40 kapiydan to'laydi. Pul chiqarishga ishni kabinetda bosamiz. Vestini bossanglar, o'zining shartlari bor. Mana shu shartlarni bajarsanglar, pul chiqarsanglar bo'ladi.